Yo vallahi hammaga salom, sizlar bilan men Monsterman. Bugungi videoda 1 Escape oyunining shunaqa o'yinning ikkinchi anonsini olamiz. Nimaga 1 dan beryapti, lekin level 20 desanglar, men mana bu yerda tekinga sovg'a berdi, u yana bitta berdi. Buni oldim. U yana 23 ga bo'ldi. Endi bu yerda biz ham yugursak bo'ladi. Ha, kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Biz boshlaymiz. O biz 23-level. O bizda hamma joyda xuddi shunaqa 1 Escape, Keyboard Escape deganlari. Ha, bu yerda tosh, bu yerda faqat kendiylik ekan. O yorilishini buning. Bu yerda nima qilish kerak? Ha, bu yerdan o'tib ketish kerak ekan yopilgancha. Bu yerga qancha kerak? 15 level. Yo, menda 15 leveldan ko'p bor. Bizda nima qo'laydi qani? Ye. Mayli, mana bu yerga turamiz. Ha, aytgancha shu kartani o'ynab kuchayganlar bo'lsa, necha levelga yozgan, yeta olgan, mana shu kartada yozib qoldiringlar. O yana sovg'im berdi. O 10 tani berdi. Voy, o'lib qoldik. Tezligimiz yetmaydi ekan u yerga. To'xtaylar, men 10 ta mana buni ochirganman. O 15 ta kubikka yana kuchaytirsam bo'lar ekan. Bu yerlardan easy o'tib ketyapman. Bu yerdan ham toshdan ham easy o'tib ketamiz. Bu yerdan ham easy. Hamma joydan easy o'tib ketyapmiz hozircha. Mana bu yer nimaligini bilmadim, lekin bu yerda nima qiladi bilmadim. Bir narsa yo bug bo'lib qolganmi yo chiqmay qolganmi bilmadim. Bu yerda 20 level kerak. Menga 23, nimaga o'ta olmayapman bilmadim. O'tdim. O'tdim. Kimisi 25. Yo, endi 50 ta. Yo, to'xtanglar. 50 ta. Mana buni olamiz. Yana bir marta borib kelsak 100likini ham olamiz. Endi bizga 5likdan beryapti. Biz mana bu yerda 1-2 trenirovka. Bizda reverse ham bor aytgancha. 25 ta reverse bo'ladi bu yerda. Yo, bu yerda yurolmarkanmiz. Bu yerda nima? Ha, bu yerda reverse qilsak mana bu yerda yurarkanmiz. Adashmasam, mayli ketdik. Albatta aytganimdek yozib qoldiringlar. Kim nechinchi levelga yetgan mana shu kartada yozib qoldiringlar. Kinkamga asl kartasida ham kim nechiga yetgan, uni ham kommentga yozib qoldiringlar. Like-chalarni ham bomba qilib bosib tashinglar. Mana bu yerdan ham o'tamiz. Yopilyapti. Mayli, yaxshi. Mana undan jim o'tib ketyapti. Yaxshi. Bu yerda tayyorlansak bo'ladi. 5 dan beryapti bizga. To'xtanglar, hozir emas. Mana endi yetamiz. Endi aniq yetamiz. Yetdik. Endi yana bitta 50 ta olamiz. Bizga yana sovg'a berdi. 15 ga 28-levelga chiqdik. Keyingisi 500 da. Yaxshi. Reverse qilib bersak bo'ladi yoki men yo'q. Men ozgina to'xtanglar. Bu yerda 500, keyingisi 2500. Shu 500 yoki 2500. Bizni tabriklayapti. Biz 500 yoki 2500 kubik yig'sak, shundan keyin reverse qilsak ham bo'ladi. Chunki keyin kuchayishimiz osonroq bo'ladi. Hozir qiyin bo'lib qolishi mumkin. Chunki biz mana bu sovg'alarni olib kuchaydik. Hali 20, bunda 29. Ketdim. Keldim, yaxshi, easy keldim. Bu yerda 25 tezlik kerak degan. Men 25 dan balandman. Mayli, reverse qilib beramiz. Reverse. 38 dan beribdi. 3, 4, 5, 6. To'qqiz bo'ldi уже. Ko'rinmay ketyapti. 11 bo'ldi. Reverse qilib turish kerak. 12, 13, 14, 15.
Qanday o'lib qoldim? Voy, bekor refresh qildimmi dedim-da. Undan keyin 50 ta nima berarkan, nima? Kubik berarkan. Biz bu yerda easy o'tib ketyapmiz. 16-levelga kelib qo'ydik уже. 17. Voy, 28-leveldamiz voy. Yopilsin, qayta ochilsin, keyin ketaman. Ketdim. 18-level. Tabriklayapti bizni. Bizda уже 735 ga tezligimiz bor bizning. Bu yerda ketaveramiz. Mana bunday ketamiz. Bu yerdan mana bunday ketamiz. Bu yerda tayyorlanib bo'ladi. Давайте ozgina tayyorlanib olamiz. 27. Endi o'tsa bo'ladi. Adashmasam o'tsa bo'lishi kerak. Ketdim. O'tay. Voy, qanday o'tmadim? Men 20 tezligim bor. Lekin o'ta olmadim. Bu yerda ham bu yerda naqsa bo'ladi. Bu ovozlar. Mana shu vaqtimga mana shunda tursin. 50 ta bizga nima berdi? Narsa berdi. Ovozda. Sizlarga qaysi bir ovoz yoqdi? Sonini yozib qoldiringlar, albatta. Ko'raman. Xo'sh, bu yerda 22 tezligim bor. Hozir hanarga 23 ta o'tdikmi? Narg'isiga 23 ta o'tdik-ku. Hozir 23 ta o'taman. Yo'q. Voy, qanday o'ta olmadim men? Bu yerda bizda keyin yana nimalar bor? Orqamizda chiqib turgan trail bor ekan. 500 taga olsak bo'lar ekan. 1.5 ga. Bizda buchi. Bu bir narsa ekan, tushunmadim. Rang yana ham bilmadim. Ana shunaqa, короче, keyboard escape o'yinining haqiqiysini chiqishini, ikkinchi qismi chiqishini xohlasanglar, albatta kommentda yozib qoldiringlar. Men boshqacha karta, mana shunaqa kartalarda ham o'ynab turaman. Zo'r karta ekan bu. Kirishchi maslahat beraman, bir ikkita odamlarim bor. Menda уже 25 darajaga yetib qo'ydim. Endi o'ta olarman. O'tdim. Bu yoqqa 25 darajada. Boya biz bu yoqqa ancha darajada ham o'ta olmadik. Endi 25 darajada yo'l bo'lsin. Endigi sovg'a 50 ga speed. 50 ga speed ekan endigi sovg'a. Yaxshi. To'xtanglar. 3 minutdan keyin berilar ekan. Voy. O'lib qoldim. Bunda teleport yo'qmi bunda? Nimalar bor bunda? Bunda ikkinchi world bor ekan bunda. Zo'r. Biz 500 da anaqa yig'ishimiz kerak. Kubik yig'ishimiz kerak. Shundagina qila olamiz. Albatta kanalga obuna va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar. Sizlardan like va obuna bizdan yaxshi, tezroq, ko'proq kontent. Nimaga vaqtlarda chiqmay qolyapti video desanglar, sizlar like bosmaysizlar. Qanday men like bosmaysizlar, men chiqarishim mumkin like bosmasanglar. Qanday men like bosmagan odamga video mening motivatsiyam o'lib boryapti-da, like bosmasanglar. Like tugmachasini tarsalatib bosib qo'yinglar. Obuna ham bo'lib qo'yinglar. Bu yerdan tosh tushadi. Toshim kengil, to'xtanglar. Popsning bunisiga давайте mana shunday o'ynab ko'ramiz. Давайте tezroq yopilib ochilsin. Ketdik. Biz 28-levelga keldik yana. Keyingi reverse qanchada? 50 ta keyingi reverse. Biz o'tdik. Yaxshi o'tdik. Bundan keyingisiga o'ta olamizmi? Yo'q, bundan keyingisiga o'tishga vaqt bor deb o'ylayapman. Yaxshi, bizning levelimiz 28 bo'ldi. Hozir bizga yana bir narsa sovg'alar bersa, yaxshi bo'lib ketadi. Menga 1 minutda yana bitta 50 ga speed qo'shib beradi. Keyin levelim oshib ketsa
keragancha. Ketdim. Nimaga ochilmadi bu? Ben ochilishini kutib turdim. Ochilmadi bu, g'irramchilik bo'ldi. Ha, mayli. Bizda yopilsin, tezroq yopilsin, ochilsin. Yaxshi, ketdik. Уже 29 tezlikka kelib qoldik. 1, 2, 3 ketdik. Voy, kech sakrab qo'ydimmi dedim-da. Yo'q, kechmas. 30 tezlikda o'ta olarmikanman? Ketdik. Tavakkal. Voy, o'tolmadim. Bizda 05. Bizda sekundlardan keyin sovg'a beradi. Ha, biz qaranglar. 30 leveldan 36 levelgacha ko'tardik. Endi boyagi joydan o'ta olamiz. Bu yer ochilsin. Yaxshi, ochildi. Bu yerlardan ham tezroq o'tamiz. Bu yerda nima bor o'zi? Bilmadim. Bu yerdan endi easy o'tib ketsam kerak. Ha, easy o'tib ketdim. Bu yerdan nima o'ta olyapman endi? O'ta olaman-da. 36 tezligim bo'lgandan keyin o'ta olmasam endi voy ekan-ku. Voy, bu yer 40 tezlik kerak ekan-ku bunga. 100 ani g'alabani olamiz. Yana bir marta borib kelsak, o'sha bizda 500 bo'ladi. Yaxshi, keyingizda bizga 300 ta g'alaba. Vaqtida qilibmiz, vaqtida. Ketdik. 1, 2, 3 ketdik. Yaxshi, vaqtida sakrabmiz. Men mayli. Shoshildim. Ketdim. Nereden tosh. Toshdan qochish kerak. Bu yer yopildimi? Yo'q, yopilmasdan chiqib qoldik. Toshni sakrabman. Voy, qanday menda 36 tezlik bor, men o'tolmadim. Game pause etib qolyapti. Menda qanday 36 tezlik bor, lekin men 25 tezlik kerakli joydan o'tolmayapman. Nimaga? Kimdir tushuntirib beradimi o'zi shuni menga? Tepada soniyasi bo'lar ekan. Вот где masala. 37 tezlikda ham o'tolmasam endi bu o'yin loy o'yin. Yaxshi o'yin ekan bu. Demak, bizda 38 dan beruvdi. Endi hozir tekshirib ko'ramiz. Endi 38 dan berayotgan edi. Mana buni ochamiz va 75 dan beryapti bizga. Biz ancha tezlashdik. Mana. Voy, nimaga chiqmadi? Levelimizni 40 qilaylik. Yo'q. Yana bir marta urinish. Yaxshi o'tyapman. Yaxshi. Biz normal kuchayapmiz hozircha. Bizga endi 2500 tani kerak, g'alaba kerak. 1, 2, 3 ketdi. Sekund tugagan yo'q. Bu yerdan easy o'tib ketamiz hozircha. Nohaqliklar yuz beryapti. Xato ish bo'lardi. Bu yerdan o'tmoqchi bo'lganda xato ish bo'lgan bo'lar ekan. Mana biz 5
Stufe degan joyga ham kelib oldik. Bu yerdan easy o'tamiz. Easy. Mana bu yerda nimaga tushib ketyapman? Nimaga tushyapman bu yerda? Go. Tushmay. Davay. O'tdim, yaxshi. Bu yerdan ham. Albatta kanalga obuna va videoga like bosib qo'yinglar. Ey. 4-stufedaman men. Bu yerdan ham easy o'tib ketamiz. To'xtanglar. Katta sal buglar bo'lar ekan bunda. 6-stufe. Mana shu 6-stufe qiyin bo'lyapti. Nimagadir mening tezligim 38 bo'lsa ham o'tolmayapman. Bilmadim nimaga. Bu yoqda 40. Urinib ko'ramizmi? Yo'q, bu yerda tezlik ko'p ekan. 250 kan bu yerda. G'alaba. Yaxshi. 2500 kerak bizga lekin. Bizga 2500 kerak. To'xtanglar. To'xtab olaylik. Mana bunaqa chiqqan payti to'xtab olsak yaxshi bo'ladi. Bu yerdan easy o'tib ketamiz. Bu yerdan ham sakrab o'tib ketaveramiz. Mana bu yerdan voy, nimaga o'tmayapti bu? Biz nimalar sotib olsak bo'ladi o'zi? Pulimizga biz Pops degan narsa nima bu? Biz mana 50 qilsak Trebers qilamiz. Bizda 500 lik yo'q. Nima chiqmayapti? Ana. Bizning tezligimiz nimaga kamayib qoldi desam, mana u 500 ta emas. 500 ta. G'alabani olsak keyin yana ko'payadi. Hozir 500 ta g'alaba olamiz. Bu yopilsin, ochilsin keyin yana. Davay, tezroq. Yaxshi. 39-leveldamiz biz. Уже 40 ga yetdik desam bo'ladi. 1-2-3 ketdik. Yaxshi. Yana. Nimaga bu? Nimaga bu bunday qilyapti? 40-levelga yetaylik. Keyin videoni to'xtatamiz. O'zi video cho'zilib ketdi ancha. 39 leveldamiz biz. Уже 40-levelga keldik. Lekin hali kelmadik. 40 borasa 40 bo'lish kerak. To'xtanglar, gameplay pause deyapti. O'yin nima bo'ldi deyapti? Shunaqa narsa bo'ldi deyapti. Zato bizda bunaqa orqadan chiqadigan narsa bor endi. Yaxshi. Bizda leveli уже 40 bo'ldi. Mana. Hammaga xayr, sizlar bilan men monster bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha